Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Aka ukalar, bizni kuzatib yurgan podpisчикларimiz, yaxshilar. Xudo xolasa mana yana bir bugun bo'sh konteynerimiz keldi inshaalloh. Mana nasib bo'lsa, Xudo xolasa mana hozir yuklashni boshlaymiz. Bu galdagi mashinamiz Staria gibrid. Full bo'ladi bu. Panorama xullas juda ko'p. Inshaalloh hozir bularni chiroylilab, replab, salafanlab yuklaymiz. Ikkinchi mashinamiz Granger gibrid 1.6. Ikkalasi ham gibrid 1.6. Ularni shu necha kun oldin obzorini qo'yganmiz. Ikkala mashinamiz ham ideal holatda yangi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaringiz, inshaalloh chiroyli mana shunaqa mashinalardan olib, o'zimiz polni kraskalarini tekshirib, qulay narxlarga yetkazib beramiz inshaalloh. Bemalol chiqasizlar. Konteynerimiz kelgan, obed paytiga kelib qoldi. Bolalar hozir obed qilib, inshaalloh yuklashni boshlashadi. Bemalol aloqa nomerlarimizni qo'yamiz, chiqaverasizlar. Mashinalarimiz ikkalasi ham bir-biridan go'zal. Ikkita oq. Ikkalasi ham oqda qora salon. Polni fulidan. Eng fulidan. Hamma do'qpopsa kirganlardan. Ikkalasi ham bir-biridan go'zal. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz, narxlaridan ham vaqtlaridan ham, narxlaridan ham hammasidan xabardor qilamiz inshaalloh. Pastda nomerlarimiz qo'yamiz. Barchamizda shunaqa mashinalar, eng kamida mana shunaqalar minish nasib qilsin. Inshaalloh. Niyat qilganlar bo'lsa, barchamizda nasib qilsin.